Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz podpishchilari. Bugun MTS'dan shunday bir 170 kvadrat hovli joyimiz sotib olib qo'yilgan ekan. Shu hovli joyimiz bilan tanishtirib o'tamiz do'stlar, ichalarini tanishtirib. Hovli joyimizni eldi stechga etilingan do'stlar. Stechga etilib, zelyoniy zonalari ban tarafda, kanalizatsiyalar ham hamma joyi tayyor. Gaz o'chiruvchilar ham qo'yilgan. Svetnik ham qo'yilgan. Xonadonimizga girib kelishda do'stlar, eshikimiz demir eshikdan qo'yilgan, opshib ketilingan, ichan taraflari opshib ketilingan. Xonadonimizga girib kelsak do'stlar, girganimizda shunday bir katta hovli bor. 5'e 6. Registrlar ham qo'yilib, oboylar urilib, tayyor holatda turibdi. Rakvinasini qo'yib beradilar do'stlar. Kamchiliklarini qo'yib beradilar. Avtomatlar ham har bir xonaga oddenniy qo'yilgan avtomatlari. Suv o'chiruvchilar ham qo'yilgan. Xonadonimizga girganimizdan chap tarafimizda shunday koronalar eshiklar qo'yilgan. MDF zalimiz bu. Zalimizga girsak do'stlar, shunday katta zalimiz 4'e 7. Fotoğraflar ham gipsokardondan figura berib zetilingan. Devorlarimizda mo'y shaboylardan qo'yilgan. Даже konditsioner ham razvedka tashlab o'tilgan tepada do'stlar, ko'ringlar. Tayyor hamma joy. Registrlar ham yaxshisidan qo'yilgan, tureskiy registrlardan qo'yilgan. Aynalarimiz akvaplastik aynadan qo'yilgan. Dokumenti hamma narsasi 100% tayyor turibdi do'stlar. Kelasizlar, to'g'ri oformlab etamiz. Joyimiz tayyor. Endi do'stlar, ikkinchi xonasini ko'rsak, ikkinchi xonamiz spalnyamiz, bu ham 5'e 4 tushgan. Shunday ko'rinishda katta. Fotoğraflar gipsokardondan shunday galagerlar qo'yilib, zetilingan do'stlar. Uyimizda hamma narsasi tayyor. Ko'rib turganlaringizdek. Endi bu lyustra qo'yib berasizlar, lyustrasini. Kamchilik shu. Registrlar tashalgan, akvaplastik aynalar qo'yilgan yaxshisidan. Hamma ish tayyor do'stlar. Birinchi etajdagi bir spalni, bir zalimiz tushgan. Birimiz kuxnyamiz. Nassenniy kotellar qo'yilgan. Birimiz kollektorlar ham tashalgan bu yerda. Fartuqlar urilib, tayyor holatda turibdi. Hamma o'zi kelgan. Sovuq suv, issiq suv, kanalizatsiya hamma narsa tayyor do'stlar. Devorlarimiz mo'y shaboydan, fotogramma gipsokardondan figura berib etilib, tayyor holatda turibdi. Akvaplastik aynalar qo'yilgan yaxshisidan. Vaqt tarafimizga chiqsak, vaqt tarafimiz ham mana shunday ko'rinishda do'stlar. Endi yashalmagandan keyin bunday ahvolda turibdi. Bog'imiz ham katta qolgan arkasida. 170 kvadrat bo'lsa, shunday katta qolgan. 3 metre 8 bor. Endi do'stlar, pastdagi sanuzelni ko'rsatib o'tamiz. Sanuzelimiz ham dafatalka kafilatilgan. Bu yerda unitaz qo'yib beriladi. Kamchiligi bu narsalarni Pariston bo'raklari qo'yib beriladi. Endi shunday ko'rinishda dafatalka kafilatilgan. Pollarimiz ham kafel. Eshiklarimiz akvaplastikdan qo'yilgan. Hamma eshiklarimiz MDF eshiklar. Yaxshi sifatli vajidan qo'yganlar. Birinchi etajini ko'rsatib o'tdik do'stlar. Endi ikkinchi etajdan chiqsak, zinamiz quyma. Hech qanday emas, quyma atilingan. Kafeldan, opshib ketilingan kafeldan. Bular ham mustahkam Yurib turganlaringizdek demirdan mustahkam qo'yilgan. İkinci etaja chiqqanimizda shunday bir holdingizmi bir kichkina. Bu yanimiz xalasanızda spalni, xalasanızda bir kichkina bir zal atib qo'ysanizlar ham bo'ladi, mehmonxona.
registrlari koyulgan. Endi uzr bedalanmış yok ekan dostlar. Oboy, mo'ysha oboy, oboylari. Patologimiz gipsakardondan figura bezatilgan. Tepeler ham shunday figura berilgan. Bu anda bir zalimiz. Balkona chiqadi. Balkonumuz ham shunday katta ekan do'stlar. Katta qolgan balkon. Birimiz ikkinchi gostinisi. Pollarimiz laminat polatilgan ham yerlar. Devorlarimiz mo'ysha bo'ylar. Birimiz ham pastdagi ochkamizning o'zlari qo'yib beriladi. Kamchiliklar. Oynalarimiz ham, eshiklarimiz ham oynalı ishlardan qo'yilgan plastik. İkinci spalnisini göstersek, hem çöplük pol bir dostlar hem registr tasavvur edilen. Akvaplastiklardan qo'yilgan. Devorlarimiz mo'ysha bo'ydan, gipsakardondan figura berilgan. Bu joyimizni endi puluna gelsak, puluna 80 bin dolar tuttu, gelişlerden yeri var dostlar. Gelseniz egesi bilen gaplaşıp gelişip alaverasizlar. Mesela like bilen podpisiyatdan çıkarmanlar dostlar. Like podpisiyat barsanızda şimdi bir sifatli yaxshi joylarni gösterip barışta hareket etamiz dostlar. Mesela keyingi roliklarda görüşünce deb qolamiz. Hayır, sağ selamat olun dostlar. Dostlar bu joyimizni yine gösterip o'tdik. Bu joyimizda eyin. Ben tarafım şunun tayyor holatında. İkisining bahası bir 80 bin dolar gelişlerden yeri var. Buni xonalar bana qaragan. Buni xonalar bu yanda aynay. İkisi bir xil planı. Buni selgina eldirak ullu, buniki sel kichkina eldi. Esa unda dostlar keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz.